Judayam chiroyli ijrongizga baho berishadi. Marhamat hakamlar. Bizni kayfiyatimizga yanada kayfiyat qo'shildi. Mazza qildik-a, Qanijon? Sevinch, yoshingiz nechida sizni? 7 yoshda. Sizni raqslaringizni hozir ko'rib hayron bo'ldik. Buncha bu kichkina qizcha shunaqangi chiroyli haligi raqs san'atida plastikalar bo'ladi. Plastika shunaqami ustozlari ham shu yerdalar. Plastika harakatlari, bir haligi har bir harakatlari o'ziga yarashib turibdi. Orada ko'rsatayotgan, ya'ni tashqaridagi voqeani badiiy ifodalab berishlik deganda shuni to'g'ri amalga oshiryapti. Raqs san'atida ham boyiga bilaklaringizni tashlab yubordingizmi orada, keyin ularni bu ham bir postanovkada, to'g'rimi? Har bir postanovka. Ustozlariga rahmat, bizga kayfiyat ulasha oldilar va o'zlariga juda yarashibdilar. Menga juda ham yoqdi. Barakalloh. Omad bundan keyingi ijodiy ishlaringizda va zo'r dunyodagi barcha raqs yo'nalishlarini zo'r o'zlashtiring. Sizga juda yarashar ekan. Xo'p. Ha, gapirar ekansiz, bo'ldi. Omad. Donaga gaplaringizga qo'shilaman. Yoshlarga nisbatan chiroyli raqs bo'ldi. Endi xorazmcha harakatlarni ko'proq kuzatib o'rganish kerak. Gavhar Matyakova mana ustoz san'atkor o'sha yoshlarga yetirib turibdilar. Hozirgi raqs yo'nalish o'yinlarini xorazmcha o'shalarni kuzatsangiz, buyog'iga chiroyli bo'lib ketadi. Sevinchoy, omad yor bo'lsin. Zo'r. Menga Raqs san'atida baribir qosh, ko'zlar, nigohlar ham katta rol o'ynaydi, menimcha, mimikalar. Mana shu mimikalarni har bir qilinayotgan harakatga ko'proq moslashtiring. Shuni aytmoqchi edim. Qolgani hammasi zo'r. Do'stlarim, Sevinchxonga va barcha do'stlarimizga 308 raqam orqali SMS yo'llagan holda ovoz berish esdan chiqmasin. Har bir ishtirokchining o'zining raqam harfi bo'ladi. Bemalol shu orqali siz ovoz bersangiz bo'ladi. Masalan, L29, L39, L49, L59. Xullas shunday. Do'stlarim, harf va son o'rtasida joy qoldirmang. Bo'lmasa bizga yetib kelmaydi yoki boshqa o'yinga kirib qolasiz. Xuddi shunday biz esa quvnoq kayfiyatda